Voy, bu rang-baranglarni qaranglar. Endi faqat yosh kattalarmi deyishadi yoki o'rta yoshmi deyishadi, bularni mana yoshlarimizga jarjet ro'mollarimiz. Buni printi juda ham boshqacha ekanmi? Qattiq chiroyli, nozikligini qaranglar, nihol deydi. Gipyurovый koftочкаlarni materialiga o'xshatgan, qarang. Rosa boshda zo'r turadi, yumshoq. Hozir shu kunlarda ham mana o'zimiz o'sha jarjet ro'molga o'tdik. Har kunlikka xohlagan rang bilan tushib ketaveradi. Shunaqa chiroyli, nежный ranglari kelgan. Bularni gullariga ahamiyat beramiz. Mana bu ranglari, ko'ryapsizlarmi ranglarini? Mana garmdori gulli deysalarmi? Hamma rangidan bor. Salatoviy rang bor, chiroyli ranglar hammasi. Eng yaxshi ko'rganim mana qizil odam rangilik yosh ko'rsatadi deydi. Oxir opa hozir yozganingizda Gulbahor opa dumi oldingi videoda mana telefoningizda videoga olma tepadan Gulbahor opa yozyaptilar o'sha. Yozyaptilarmi? Bo'ldi ana. Sirasi yozyaptilar. Sirasi mana chunki ertalab borib anaqa Voy mashalloh mana buni go'zalligini. Mana qizil rangi sevuvchilar bormi? Siz o'rtoqlaringizmi? Rosa men o'zim yaxshi ko'raman. Qizil chunki yoshartiradi-da, ko'ryapsizlarmi? Qizil bo'lganda ham mana bunaqa nimalari bilan kombinatsiya qilingan qizil-da, bej bilan. Rosa chiroyli turadi, ranglari sochniy ranglarda kelgan. Izumrudniy mana bir hammasini ochib tashlamayman, o'zi ko'rinib turibdi ranglari. Rosa chiroyli, mana ko'ryapsizlarmi? Mana hamma ranglaridan bor. Xullas ro'mollarimiz, bular hammasi jarjet ro'mollarimiz. Boshda zo'r turadi. Bilasizlar, har kunlik kiyishga, o'rashga mo'ljallangan ro'mollarimiz hammasi yevropeyskiy yangi printlarda kelgan. Buni ham narxi 150 ming so'm.